Okalar, sizlar bilan birgalikda hech kim qilmagan eksperimentni qilamiz. Mashinamiz motor butkul charchagan. Motorga necha litr suv ketadi? Qancha vaqt ishlab turadi? Bu eksperimentni egalaridan ruxsat olganmiz. Ruxsat berganlar uchun mashina egalariga alohida sovg'amiz bor. Yuramiz mashinani. Videoni 18 yoshdan kichkinalar hamda yuragi bo'shlar ko'rishi qat'iyan taqiqlanadi. Mashinamiz motoriga umumiy hisobda 10 litr suv ketdi. Mashinamiz motori o'zi charchagan edi. Motori umri yetmasdan stok berib to'xtab qoldi, okalar. Siz o'zingiz mashinangizda xuddi shu eksperiment sinab ko'rgan bo'lardingiz. Kommentariyada yozib qoldiring. Videomiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying.